O'rtoq, nima yordam kerak bo'lsa, mana bizga ayt. Biz yordam qilamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Onaxon yaxshi bo'lishlari uchun любой narsa tayyormiz. Bir og'iz telefonga tamom. Rahmat. Bo'ringlarga shukr. Rahmat o'rtoq. Mayli, sog' bo'l. Sog' bo'ling. Sog' bo'l. Qo'yili. Kim bular Farruh? Do'stlarim. Do'stlaring ko'rib, men o'zimni uyalib ketdim to'g'risi. To'g'risi-da. Sen bilan kiyim kiymasimizdan oldin do'st bo'lganmiz-ku, lekin shularchalik oqibat qila olmayman. Yordam kerak bo'lsa ayt deya olmayman. Yordam bera olmayman. To'g'risini aytsam, na boy bo'ldim, na bir yordam bera oladigan. Bobur. Aslida senga nima kerak bo'lsa mana bizga ayt deydigan insonlar menga nima kerakligini juda ham yaxshi bilishadi. Ular yana bitta narsani juda ham yaxshi bilishadi. Agar men bir narsaga zo'r qolsam ham ulardan so'ramasligim. Muhim bo'lgan masala bilasanmi nima Bobur? Senga nima kerak bo'lsa menga ayt deyish emas. Kerakli paytda yonida bo'lish muhim. Tura olish muhim. Ah, onajonim xolamga damlama bergandilar. Qon bosimlari birdan tushiradi. Javob. Ko'rdingmi Bobur? Gapimni isboti. Nima? O'zimni soddagina do'stim. Yer.